Bismillahirrohmanirrohim. Archizor oshxonamizda mana Xudo xolasa bitta kabinamizga yana dimlama zakasimiz keldi, Xudo xolasa. Qo'yguchilarimiz arada aralangan muzlagan go'sht aslo bizda bo'lmaydi, Xudo xolasa. Bizlarda muzlagan go'sht umuman kirmaydi Archizor oshxonasiga. Har xil negativlik qilayman, qadrdonlar. Tuzu birinchisi. Zirani. Kelayapsizlar. Hozir o'rlada, Ana qaramimiz. Ichida go'sht bo'ladi buni ham. Bolgarimiz mana. Bolgar ham alohida zakasini bor. Arzon bolgarmiz. Erondan kelgan bolgar, karamimiz. Karamga alohida baho berasizlar. Bu karam nomini topib kommentariyada yozib ketamiz. Mana uning ichida ana qiyma go'shtlarimiz bo'ladi, qarani. Buni yegandan keyin sekin o'yga borib duvon olaverasizlar. Mana nomini topib ketasizlar, buni ham kommentariyada yozib qo'yasizlar. Nimaligini. Bu sir. Bronkilen karamlarimiz. Qozonxonga ham tiqilib qoldilar, tiqilib. Vay. Chisnolari. Barchani Archizor oshxonasida kutib qolamiz. Shunaqangi zakaslarni aytsani chiroylilab o'tkazib beramiz. Kabinalarimiz bor. 10 kishidan tortib 40 kishigacha kabinalar bor. Barchani kutib qolamiz.